Qachliq tamoq tayyorlash. Qachliq tamoq tayyorlashga tövəndikdə xuruşlar ketdi. Aldı bilan çeçeksey bilan səvzini azraq tuz selib çal pişirib alamiz. Bularni süzüb evagandan keyin arqadan nefis to'g'ralgan kal go'shtini selib, rangi o'zgargandan keyin süzüb evasak bo'ldi. Bek pişirib etməyimiz titilib ketgan ahvollar bo'ldi. Şoňa rangi o'zgargandan keyin alsak bo'ldi. Qazonga azraq moy qo'yib qizigandan keyin bayatdan çal pişirib olgan səvzi bilan çeçekseyni üstüge kichik bir qo'shiq şeker bilan tuz selib qo'rib olamiz. Arkadan qazonga yana azraq moy qo'yib, to'g'rab tayyorlangan piyozni uning ustiga qo'shiqchang yo'q va azraq suv qo'yib aralashtirib qo'raymiz. Arkadan çal pişirilgan kal go'shtini selib, uning ustiga 2 qo'shiq şeker va 1 qo'shiq kraxmal suvi qo'yib aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin qo'rimizni ayrim qachiga ilib olamiz. Axırda tamoq qachimizning eng ostiga urda pishirilgan guruch, uning ustiga bayatdan qo'rilgan qo'rimlarni ilib ratib tizaymiz. Eng axırda kal go'sht qo'rimizning ustiga azraq kunjuz sepsak bo'ldi. Nayt ko'rkam bo'lgan qachliq tamoqimiz tayyor bo'ldi.